Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, qatnashchilar. Bizni kuzatib borayotgan akalar, opalar. Xudo xohlasa berimiz tugadi. Xohlasa mana hattoki pechkani tagigacha solib qo'ydik. Ko'rib turganinglar, pechkani yonlarini suvalik. Sement suv bo'ldi, go'zal bo'ldi. Xudo xohlasa ko'rib turganinglardek. Bir xonasi bo'ldi akalar. Kecha pardozdan chiqarganimiz yo'q. Shunday holat bo'lganmiz. Pardozsiz bu holat. Endi pardoz bo'ladi akalar. Mana shu cho'rniyimiz. Mana shu cho'rniyimiz biz akalar. Xudo xohlasa ishlab sayt orasi 10 qilib qo'yamiz, ikki tomonni suvab qo'yamiz. Mana anaqalari qo'g'ilari ham rosa chiroyli bo'lgan, go'zal. Burchakka nima deysizlar, burchakka? Lavoy lazerlarga otsanglar ham. Shu burchak. O'g'rigacha burchak tekis, o'ta go'zal. Akalar. Go'zallik nima deyapti dedi? Go'zallik faqat ish qil deyapti dedi. Bitta velosipedimiz bor ekan. Yerimanski. Velosipedni oldim desam ishonib yurmanglar. Yana azashyapman, bu velosipedniki emas. O'shaniki. Telefonimni olib qo'yaman bunday qilib. A31 telefonimiz Galaxy koreyskiy. Koreyskiy bu. Akalar koreyskiy deyiladi. Koreyskiy kuchli bo'ladi, bilasizlar, Koreyaniki. iPhone ham Koreyadan oladi-yu, nimasini? Kamerasini. O'sha koreyskiy. Maytga nima deysizlar? Maytga. Burchagini mana chiqarib qo'ydik. YouTube kanalimiz kuzatuvchi